Necha yosh bo'ladi ular hozir? 3 yoshu 7 oylik. Shikoyatlar qanaqa edi? Masalan kelganda o'sha o'tirmasida nutq so'zlari, gap nimasi, aql tushuntirish nimalari oldingidan nima yo'q edi. Unaqa narsa yo'q edi. Keyin kelib o'sha tinish apparati, massaj, klinikaga kelganimizdan keyin o'sha apparatlarni oldik. Xudoga shukr, mana o'zi turib, o'tirishga harakat qilib o'tiryapti, narsalarni ushlab, o'rnidan turyapti. Biror narsa suv zaril bo'lsa, narsa zaril bo'lsa, ber deb tushuntirib, nima kerak bo'lsa tushuntirishga harakat qilyapti. Harakati bor. Bostirishsa, u 1-2 qadam tugul, u 1 metr, 2 metr ancha joyga yuryapti. Harakati bor oldingidan ko'ra. Nechanchi kurs olishlaring? 5-6tadan oshiq. O'zgarishi yaxshi, xudoga shukr. Oldingidan harakat. O'zi turishga harakat qilib, o'tirishni yotishni xohlamayapti. Yaxshi. Xohlasa bu yurib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Endi ozgina sabr qilish, kun qilib oxirigacha yetkazish kerak bo'ladi, xolos, harakatni. Vaqt kerak ozgina. Reabilitatsiyani kuchaytirish kerak. Mana shu massaj, yuzlamanni reabilitatsiya, bola bilan ko'proq gaplashish kerak, vaqt o'tkazish kerak, bolaga o'rgatish kerak. Shu bilan davolasa ancha yaxshi bo'ladi. To'y bo'lsa ham, marosim bo'lsa ham dodni qo'yaverardi, yig'ilaverardi. Yo'q, hozir ko'niki, bolalar bor, nimalar bor, o'rganib qoldi. Ko'pirga qo'shilmasdi oldin, buni kelganda. Yo'q, hech kim gapirtirmasdi ham deb aytdi. Yo'q, gapirtirmas edi. Jim bo'lib, jim chiqib ketardi. Bola bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerak. Rangli o'yinchoqlar o'ynashish kerak, o'zingiz. Har xil o'yinlar, harakatli o'yinlar, hayvonlarda rasm bor o'yinlarda, meva-chevalarda rasmlari bor o'yinlarda. Shunaqalarni ko'proq o'ynasangiz, ko'proq o'rgatsangiz bolaga yaxshiroq chiqadi. Tezroq o'rganadi shu narsani. Qabul qilishi ancha osonlashadi o'sha narsani. Tushunishi, anglashi tezlashadi.